söz boshladim, sözüm shu. Aha. My name is Bekorqul. Voy, chet tillarni ham biladi u kishi. Qo'rshinim bor otimda, Aha. litsenziya xotinda. Sizga bermaydi ham. El oralab juraman, to'yda to'yga uraman. Aha. Dogovori shart emas, jeb icharga ham boraman. Unga siqilmang, hozir bir o'zingiz emas, ko'pchilik. Oh, tog'da quyon qochirdimi, iyagi yo'q. Qizlar ko'ylak kiyadi, jiyagi yo'q. Aha. Jiyagi yo'q joyidan qo'l jibarsam. Bir narsa qamallaydi, suyagi yo'q. Hey. Hey. Ya. Hey. Yurakda aytayapman, yurakda ya. Ha, to'g'ri. Yurakda suyak bo'lmaydi, lekin tilda ham suyak bo'lmaydi. Ehtiyot bo'ling. O, sevganingning bo'lsin senga moyili. Rahmat. Bo'shamasin eshagingning oyili. Aha. Oshiq bo'lsam kutilmasdan bo'lsa ol. Aha. Baxshimasman, ochilmasa foyili. Qo'yil. Bu zamonaviy baxsh ekan bu. Kompyuterga ham tushunasizmi? Tushunaman, mana xotin qizlarni men kompyuterga o'xshataman-da men. Buni qarang, davramizda bir qator ayollarimiz, opa-singillarimiz o'tirishibdi. Shular haqida ham biror narsa bormi? Chiroyli qizlarda ko'rganda menda yangi foydalar ochiladi. Ayting bo'lmasa. Va bitta aytib berayin. Ayting. Yangisi kelib qoldi. Ayting. O, qiz degani kompyuterga o'xshaydi. Ha? Ehtiyot qilib pachkasini joyini. Aha. Meshkasini siypalamay ishlasang, ikki dunyo ochilmaydi foyili. Yashang. Yaxshi. Davomi bormi? Davom bor. Ayting. O, bo'ydoq bo'lar internetda bo'risi. Aha. Voy bo'rilar, maslahatim to'g'risi. Har duch kelgan kompyuterga tiqmanglar, rasvo qilar kelishgani virusi.